لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eğer biz Kur'an-ı Kerimni talabat qilishni başlamoqchi bo'lsak, biz bismillah bilan başlaymiz. Undaq bo'lgan ekan, biz Allah subhanahu va taolaning nomi bilan başlagan ekanmiz. Ya'ni Allah'ның ma'nosi ibodat qilinishga haqliq bo'lgan, shirik yo'q, yolg'iz Allah bilan başlayman degan bo'ladi. O vaqtda biz faqat Allah subhanahu va taolaga Allah buyurgan ishlarga itoat qilishimiz, Allah'ның buyrug'iga Allah cheklagan har qanday ishni qilish bilan oldiga chiqa olmasligimiz kerak. Chunki biz Allah'ның so'zi Qur'oni Karimni faqat Allah Qur'oni Karimda buyurgan buyruqlarga amal qilish va cheklamalardan yenish, Allah'ның bizi qilgan so'g'iti Qur'oni Karimni Allah subhanahu va taolaning to'g'ri yo'l programmasi qilib bizga qonun qilish maqsadimizda o'qidik. Hamdaqla biz Qur'oni Karimga yuragimiz, ruhimizni berib, Allah'ның ma ishni qil yoki ma ishdan yan qilma degan Qur'oni Karimdagi buyruq cheklimlarini bilib amal qilish, qonun o'rganish va Qur'oni Karimni o'qish orqali Allohga ibodat qilish maqsadida o'qidik. Qur'oni Karimni biz Allah'ның nomi bilan o'qigan ekanmiz. Doim biz Allah subhanahu va taolani o'zimizga yolg'iz Parvardigor deb ishonib e'tiqod qilamiz. Allah subhanahu va taolaga Allah bizdan Qur'oni Karimda olgan barliq adlar, ya'ni islom risolatini, islom elchiligini ustimizga olish, Allah tushirgan taklifotlarga bo'ysunush, dunyo insonlariga haqni yetkazish, haq adolatda ching turishdan iborat bo'lgan va haq shohidlikda, ya'ni Allah'ның yolg'iz iloh ekanligi, Allah'ның hukm ekanligi, Allah'ningki avatgan payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki barhaq payg'ambar ekanligi va ilohiy Qur'oni Karimning insoniyat hayotiga tatbiq qilinishga haqiqiy loyiq bo'lgan bir qonun ekanligini iborat bo'lgan haq adolatda ching turamiz. Barliq Yahud, Hristiyanlar va yoki har qanday Allohning kitobiga inkor qilguvchilarga ularning kitoblaridimi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning haq ekanligi, Qur'oni Karimning Allohning so'zi ekanligininki pokiti aniq yozilgan ekanligini, ammo ular haqni yashirganligini biz doim oshkorlaymiz va adolat bilan Allohga va uning payg'ambariga sodiq man bo'lish bilan shohid bo'lamiz. Hamshidaqlar, biz Allah subhanahu va taala bizni dastlabda yaratgan, bizni ham dunyodan Allah olib ketadigan, ham dunyoda hayotlikni Allah o'zi bergashga, boshinish, oxirlanish va bizningki hayotlikdan Allohning oldiga ketishimiz hammasi Allah subhanahu va taala bilan bo'ladi. Allah bizdan qiyomat kunisi Malik yawmiddin, qiyomat kunining egasi bo'lib hisob oladi. Allah oldida hisob beradigan bo'lganligimiz uchun biz bu dunyoda Allah oldida hisob beradigan har qanday bir yaxshi ishni Allah oldida hisob bergidek qilamiz. Xuddi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ihson degan nima? Sen Allah'ni ko'rgandek ibodat qilsan, seni Allah ko'rmasimi? Sen Allah'ni ko'rmasanmi? Seni Allah ko'rib turadi degan mush hadis bo'yicha xuddi Allah subhanahu va taoloni ko'rgandek yaxshi qilamiz. Allah'ni ko'rgandek har qanday yomon ishdan yanilgan mana shunday sab aqida bo'lamiz. Demak, biz hisobotimizni Allah oldiga hisob berishni birinchi o'rinda qiladigan hisob qilamiz. Biz oxirat hisobini Allah oldiki hisobni birinchi asos qiladigan bo'ldigan bo'lsak, biz
Allah subhanahu va taolo tarafiga haqiqiy qaytish bizning asosimiz. Bizningki g'oyamiz bular bo'lsa, ba'zi insonlar, jamiyatdagi ba'zi kishilar so'rasa, men jinoyat qilib qoldim, gunoh ma'siyat qildim yoki to'g'ri yo'l emas bir yo'lga kirib qoldim, ya xato azg'un kishilarning keyinda minib qoldim, yoki mening islomga kirgim bor, yangidan musulmon bo'lgim bor deb ashundaq o'zining xatoligini to'nigan bo'lsa, bunga nima deb javob beriladi desa, buningga shundaq iniq bir darvoza, iniq bir yo'l, iniq bo'lgan bir baxt ochiqki, Allah subhanahu va taoloninki Rahmon va Rahim deganlikdan iborat, hammaga rahim qiladi, tövbe qilganlarga, iymon aytganlarga alohida rahim qilib, ularga bu dunyoda hidoyat, oxiratda jannat beradi degan Rahmon Rahim sifatlan Rahmon Rahim darvozasini ichib Allohning rahmatiga esilishga, gunohiga darhol tövbe qilib haq qaytishiga uningga biz tavsiya qilamiz. Hem özümüzge ve barliq musulmonlarga Allah buyurgan her qandaq yaxshiliklarga darhol qaytishni, her qandaq osilikdan yiroq turishni va her qandaq osilikqa nisbatan pushaymon qilishni tashabbus qilamiz. Allohu akbar deb azan to'lgan vaqtida bismillah deb Allohning darvosiga masjidga kirib Allohning rahmat darvosiga qattiqlam namoz o'qisa, Allah xalisa, Allah haqiqiy pushaymon qilsa, ilgirki jinoyatlarini Allah kechirim qiladi. Va shundaqla Allohga xolis bo'lgan musulmonlar jamoati, Allohga xolis bo'lgan musulmonlar xizmati, Allohga xolis bo'lgan har qanday bir yaxshi ish, yaxshi qulchilikqa chin qalbidan pushaymon qilib, qatnashsa, billa bo'lsa, Allah subhanahu va taolo uning ilgirki jinoyatini pushaymon qilish bilan birga Allah çokum kechirim qiladi. Demek her qandaq bir mu'min Allah subhanahu va taolo tarafiga qaytsa, Allah subhanahu va taoloning darvozasi ochiq. Chunki Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innahu kana tawwaba. Haqiqatan Allah bak tövbesini maqbul qilguchi dedi. Undaq bo'lgan ekan, har qandaq xijil bo'lib qilib, o'zining jinoyat qilmishidan tushkunlashib, gunoh ma'siyatga petib qolgan, gunoh ma'siyatlari har xil bo'lgan, ana shundaq har xil buzuq jamiyatlarda yoki o'g'irlik, ya qima, ya zarar chekimlik, ya gunoh ma'siyat, har qandaq bir yomon xato stil va jinoyatlarga tushib qolgan har qandaq bir yoshlar, har qandaq bir musulmon qarindoshlarimiz yoki har qandaq bir inson darhol pushaymon qilib Alloh tarafiga qaytib haq yo'lni topsa, Rahmon Rahim sifatlan Allah subhanahu va taolo ularni kutib oladi. Ularga o'z rahmati bilan gunohini mag'firat qilishidan, hidoyat berishidan Alloh iyi bo'ladi. Shuning uchun Allohningki g'azabiga yo'l qilishdan saqlanmoqchi bo'lsa, Allohning qahhor qilguchi qiyomat kunining egasi bo'lgan Allah subhanahu va taoloning hisob oladigan ana shundaq sifatlaridan Allah subhanahu va taoloning g'azabiga yo'l qilishdan saqlanmoqchi bo'lsa, Allohning Rahmon Rahim sifatlariga darhol qaytib haq hidoyatga pushaymon qilib kelsa, haq maydonida tursa, Allah subhanahu va taolo ularga yordam beradi. Shunga dunyo jamiyatdagi barliq har qanday azg'un tashkilot, azg'un guruh, azg'un jamiyat, kafir, zolim guruh bo'lib Xitoy kommunistlari pastga o'xshash tajovuzchi kafirlarning endi bo'lib musulmon mustazafin ojiz musulmonlarga zulm qilish maydonida turib, kufrga birilib ketgan, tajovuzga birilib ketgan, gunoh ma'siyat, zo'ravonlikqa birilib ketgan insonlar yoki har qanday buzg'un jamiyatda qor guruh, gunoh ma'siyat, zinoyi fohisha, haromxo'rlik, buzg'unchilik, aldamchilik, jazoxo'rlikqa birilib ketganlar darhol haq darvosiga qaytib kelsa, Alloh ularga yordam qiladi. Ham shundaqla Allah ularning gunohini mag'firat qiladi. Ham har qanday bir riyogarlikka, hasadxo'rlikka, har qanday bir shuhratparastlikka, adovatxo'rlikka, fitnaxo'rlikqa bilib ketgan barliq mayli yuz obro'y reis maydonlarida yashayotganlar bo'lsin, ya ilm maydonlarida, ilm o'rganish maydonlarida, ya har qanday bir huquq maydonlarida turayotganlar bo'lsin, o'zininki ana shundaq har qanday bir buzuq yomon iddisi, yomon axloqidan yenib haqiqatga qaytib kelsa, Alloh subhanahu va taolo ularga mehr shafqat darosini rahim qiladiganligini mana shu bismillahirrohmanirrohim degan oyat bizni uqtirdi.
Hamdaqla Bismillahirrahmanirrahim bizni şunu uqtirdiki, Allah subhanahu va taala o'zi Rahman hammaga rahim qilguchi va amaliyatda rahim qilguchi bo'lg'achqa hadis qudusida deydiki, anar rahmanu xalaqtur rahma. Men hammaga rahim qiladigan Rahman taolodirman. Men rahim qilishni, urug'qanchilik, yaqin yo'ruq, har qanday yetim misirga meri shaqqat qilishni men yaratdim. Va mush urug'qanchilik, yaqin yo'ruqqa mening Rahman degan ismdan bir ismni turlab chiqardim. Urug'qanchilik, meri shaqqat, rahim, sil rahimni ulug'an kishilarga ma'mu rahim qildim. Sil rahim, urug'qanchilik, yaqin yo'ruqlikni yetim misirlarning ojizlarning bir silashni uzgan kishilarga ma'mu uzdim dedi. Bu hozirgi dunyoda ko'rlab ketib qo'ydi. Nurg'un jamiyatda yashagan insonlardan har qanday bir sil rahim, yaqin yo'ruqlik, urug'qanchilik va yaxshilik munosabatlarini yaxshi qilganlarga Allah o'zigimi, jamiyatigimi, izlasanlargami Allah yaxshilik qilib har qanday bir urug'qanchilik, sil rahim, yaqinchilikni uzganlarning amaliyotda mush dunyodami oxirat qolmay, mush dunyodan boshlab qabullikda, balada qiyinchilik qilayotganligi hamma o'ylanga aniq. Shuning uchun biz Allah subhanahu va taolaning rahim qilguchi, mushu rahim qilgan, shafqat qilgan degan sifatdan haqiqiy uyg'una bo'lsak, biz jamiyat mas'ullari, ustoz ulamolar, iqtisodi bala, davlat raisleri, har qanday bir jamiyat yashayotgan musulmonlar o'zimiz tavbalikidan mas'ul bo'lishimiz, ularga rahim qilishimiz, ularni to'g'ri yetaklashimiz, ularning baxti uchun uyqusiz bo'lib, ularningki baxtiga ko'nishimiz, baxtsizlikdan qutulishga ahamiyat berishimiz kerak. Har qanday bir o'zimizga cho'ng tortadigan, o'zimizningki shaxsiyatini birinchi o'rinda qo'yadigan, o'zimizningki shaxsiy guruhining manfaatini deb musulmonlarni biladigan yoki musulmonlarga tajovuz, zulm qiladigan ishdan saqlanishimiz kerak. Uning o'rniga musulmonlarga shafqat qilishimiz kerak. Bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlariga o'xshash Xitoy pas kafirlarining zulmiga uchrayotgan, Xitoy kommunist kafirlarining zulmiga uchrayotgan, Falastin musulmonlariga o'xshash, Myanmar musulmonlariga o'xshash musulmonlarga butkul dunyo musulmonlari, bo'libmi shu diyorning musulmonlarining qo'lda kuchi va, yuzi obro'yi va, huquqi va, ilmisi va, texnikasi va musulmonlar ularga ega bo'lishi, ularning beshini silishi, ularga rahim shafqat qilish kerak. Shunday qilganda andin o'zaro rahim qilsak, andin Alloh subhanahu va taolo bizga rahim qiladi. Şu Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kichikkin yaxshi ish qilgan odam uning natijasini ko'radi. Kichikkin yomonlik qilgan odam uni ko'radi dedi. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İnnallâhe la yazlimu mithqala zarratin" Suresi'nin 40. ayetinde hakikaten Allah subhanahu wa taala zarra ig'ishlik zulm qilmaydi ki, har qanday qilgan yaxshilikning natijasini ko'radi. Diyelikni Allah bizga alohida Qur'oni Karimda qonun qilib bishar qilib, Allah oldida qiyomat kunisi rahim qilinishimiz, bu dunyoda rahim qilinib zulmdan dunyo musulmonlari qutulishimiz va Sharq Turkistondagi bo'zaq qilingan musulmonlar va Falastindagi bo'zaq qilingan musulmonlar, Myanmardagi bo'zaq qilingan musulmonlar zulmdan qutulishimiz uchun cho'qim o'zaro bir-birimizga rahim shafqatli bo'lishimiz kerak. Chunki Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Qur'oni Karimda alohida azizun alayhi ma'anittum siri tatqan japa Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ig'ri keladi dedi. Hamda Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bizga amroq, kuyimjon, shafqatlik, ya'ni rahim qilguchi deb Allah subhanahu va taolo sifatladi. Unda bo'lgan ekan biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'rganishimiz, yine Allah bizni Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" biz seni ey Muhammed aleyhisselam bütün dünya insanlarına rahmet kılıp evettik dedi. Yani Muhammed aleyhisselamın ümmeti mi? Muhammed aleyhisselam'a tabi. Muhammed aleyhisselamın ki dünyanın Rafiqul A'la'ya ketkendiğini tatip Muhammed aleyhisselamın ümmeti muş rahmetli üstüge ağın ümmet. Şunun için biz özümüzün tevarkiye, Müslümanlığa, dünya halkına rahmet buluşumuz gerek. Nerede?
zulm va tajovuzchilik bo'ladi ekan, uni o'chirishimiz kerak. Bo'libmi, haq tarafida turishimiz, haqni qo'llashimiz va bo'zaq qilgan musulmonlarni haqida harakatlanish uchun tirishchilik qilishimiz bizning mas'uliyatimiz. Bo'libmi, avvalan Alloh o'zini topshirgan Sharq Turkiston zaminidek bo'zaq qilgan musulmonlarni qutqarishga tirishchilik qilish har bir musulmonninki birinchi mas'uliyati va birinchi asosi. Biz urug' tuqqanchilikni joyida yetkazimiz, ulaymiz deydiganmiz. Sharq Turkiston musulmonlarininki xo'rliqdan qutulishi, zulmdan qutulishi, ularninki ana shundaq din jihatda, siyosiy jihatda, insoniy jihatda, ijtimoiy jihatda, hayotlik jihatda dunyoda bir insonlik tarafdan oddiy bir erkinlik, huquq jihatdimi hech nimaga erisholmay zulm ushlayotgan shu Sharq Turkiston musulmonlarga igi bo'la olsak, an haqiqiy rahimdil bo'lgan bo'lamiz, an haqiqiy rahim shafqatlik bo'lgan bo'lamiz. Chunki Alloh bizga mana shu yuqori hadisda urug' tuqqanchilikni, rahimni, o'zininki qavmi qarindosh, o'zining yiqinlari, urug' tuqqanlarga rahim shafqatni ulug' Allohga men o'ylayman, o'zganlarga men o'ziman dedi. Shunga chat eldiki, vatan ichidagi barliq musulmon qarindoshlarimiz, ana ash bo'zaq qilingan Uyg'ur musulmonlari bizning bir parchamiz, shularga biz kuyindakmi, shafqat qildikmi, Allohning rahmati kelishga biz sabab bo'ldikmi, yoki Allohning rahmatining kelishidan biz o'zimiz shu o'zimizningki musulmon qarindoshlarga sil rahim qilolmay, ish og'ritolmay, uning yanida bo'lolmay, ularga qarta yordam qilishga tirishchilik qilmay, rahimni üzüp qo'yib, Allohning rahmatidan biz mahrum qoldikmi? Biz o'zimizdan buni so'roq qilishimiz kerak. Ulamolar Rahmon va Rahimning ma'nosidagi farqlar to'g'riliq tadqiqot va tafsir qilib, Arzami, Abu Ayyil Farisi, Xattabi mundaq dedi. Rahmon degan, ya'ni mahluqotlarning hammasiga rahim qilg'uchi, rahim degan mu'minlarga alohida hidoyat berib, oxiratda jannatda ne'matning sifatining go'zalligi bilan ko'p ne'mat ato qilib, alohida rahim qilg'uchi degan bo'ladi deb tafsir qildi. Imom Bayzaviy rahimahulloh ne'matlarning kattalarini rahim qilg'uchi, ya'ni Rahmonning ma'nosi katta ne'matlarni rahim qilg'uchi, katta ne'matlarni berguchi. Rahimning ma'nosi eng nozik, inchik ne'matlarni Alloh subhanahu va taolo beradi degan bo'ladi dedi. Mujohid mundaq dedi. Dunyodami noita hamma insonlarga rahim qiladi, oxiratda mu'minlarga alohida Alloh subhanahu va taolo o'zga qulchilik qilgan mu'min insonlarga alohida rahim qiladi. Ularning ba'zisi Rahmon degan Alloh subhanahu va taolo zotida o'zi hammaga rahim qilg'uchi, rahim degan amaliy qiliqlarida, amaliyatda rahim qilg'uchi degan bo'ladi. Chunki bir inson o'z ko'nglida rahim qilish maqsadi bo'lsa-mu, kishilarga rahim qila olmaydi. Alloh subhanahu va taolo doim butkul insoniyatni, mayli mu'min, mayli kofir bo'lsin, hammasini nafas bilan, hayotlik bilan, erlarga ayollarga berish bilan, rizq berish bilan har birini kech kunduz boqadi, kech kunduz rahim qiladi. Alloh subhanahu va taolo Rahmonir Rahim deb keltirib, bu Bismillahirrohmanirrohim oyatida birinchi Allohning yolg'iz iborat qilinishga buyruqlarini biz qabul qilib, cheklimlarni yenib Alloh qul bo'lib iborat qilishimizga haq bo'lgan yolg'iz iloh ekanligini, ikkinchisi Alloh taoloninki hamma narsaga umumiy rahm qiladigan Rahmon ekanligini, uchinchisi alohida rahm qiladiganligini so'zida 3 kalima jalolat labzi ismlarining alohida uqumi bo'lib, Alloh subhanahu va taolo Rahmon degan ism bilan hamma shayga rahim qiladi. Alloh degan ism bilan Alloh subhanahu va taolo yuqorida biz olgandek Alloh degan ismini shunda tilimizga olib qo'yishlar, rizq berguchi, kuchli degan ismlarning hammasi bizning vujudimizga Allohga bog'lanishimizning lozimligini uqtirdi. Ham shundaqla Alloh
Rahman ki butkul dünya insanlarga san sanaksız nurgulluğun hemme insanlı yaşavatkan rızık, yemek içmek, turmuş paravallıkı, hayatlık, erlerge ayallarını, ayallarga erlerini, oğullarını, dünya zinetlerini, hayatlıkını, hemmini yaratkan, hemme şefkatini kılgan Allah Subhanahu ve Teala Rahmandır diyen burdu. Rahimning ma'nosi Allah Subhanahu ve Teala mu'minlarga alohida sifat jihatda isillik jihatda uningki novchilik jihatda rahmatni noiti katta qilguchi u bo'lsa-mu dunyoda iymon bilan iymon butkul dunyo insonlarga berilgan ne'matga qaragan vaqtida iman sifat ve vazn jihatda hammadan ig'ir. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxiratda ig'ir keladigan eng jing tarozi ashhadu an la ilaha illalloh. Mush la ilaha illalloh degan bir Allohdan boshqa yo'q degan mush tavhid kalimasi qiyomat kunisi har qandaq bir totildigan jing taroziga silinadigan hamma narsadan eshib kelganligini bildirdi. Undaq bo'lgan ekan, demek bu dünyada mı hemme narsadan ig'ir bo'lgani mu'minlarga Allah rahim qilgan iman. Ahirette ularga mangu berilgan, ularga mangu bergan cennet. Ularga tugumas, bitmas, davomliq berilgan nodunun nazakatlik cennetdeki huri pariler, hurul aylar davomliq almış turdigan, ta'mi o'zgishi bo'lgan yemek içmeklikler, mengu yo'qolmaydigan oliy imoratlar, her türlük hasal suyu, ismda dünya o'xshagan bilan oxiratda o'xshamaydigan her türlük suyu, cennet kirgüçünün avval yeydigan nun biliqininki jigirdan iborat, nurg'ulligan havzi kavsardan iborat bo'lgan ne'matlar, ko'z ko'rmagan, quloq anglab boqmagan mana shundaq isil ne'matlarninki noiti isillik bilan oxiratda Allah qiladigan rahimninki kattaligi mana shu bizga Rahman va Rahim degan sifat ikki Allohning ismi sifatiki oshirish labzidan birisi dunyo ne'matlarini shuncha ko'p birdi, ko'plik son bilan, yana birisi sifat va go'zallik va isillikda shuncha kattalik bilan mu'minlarga iymon va oxirat jannati bilan birlikda shundoq oshirish bilan birdiganlikdan iborat mubolag'a oshirish sig'isi bilan Allah keltirish bilan bizga keltirish bilan Allah Subhanahu va Taala bizga biz mushu Allohning Rahman va Rahim sifatidagi Allohning rahmatini tunib Allah Subhanahu va Taolaninki dunyo va oxiratlik ne'matiga haqiqiy erishib Allah Subhanahu va Taolani haqiqiy bizningki kalbimiz ve ruhimiz bilen bizge rahim qilguchi, shafqat qilguchi igimiz deb tanishimiz lazım ekanligini, Allah Subhanahu va Taolaga haqiqiy shukr etishimiz lazım ekanligini ve her qandaq bir ishda biz hozirgi dunyo insonlarga ve dunyo barliq jamoatlarga shuni uchimiz kerakki, biz bismillah bilan boshlaganligimiz butkul dunyoga haqiqiy dunyoning egisi, dunyoga yaratishdimiga bo'lgan hidoyat programma yetaklashdimiga bo'lgan, ularning oxiratdagi hayotiga bo'lgan Allohningki nom bilan boshlayman deganlikni dunyoga chiqarganligimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy ummati bo'lib, Allohga haqiqiy ixlosman tavhidchi qul bo'lganligimizningki amitganligini bildirdi. Shuning uchun har qanday bir ishda mu'minlar ve barliq insonlar bismillah deb Allohning nomi bilan boshlashi, bismillahirrohmanirrohim deb Allohning rahmat shafqatiga yuzlanishi, Allohning rahmat shafqatini bilishi ve turib Allohga har qanday bir xato qilibdi bo'lsa pushaymon qilib qaytib Allohni haqiqiy tunib o'zaro Allohning rahmat shafqatidan ugunib bir-birimizga hidoyat va to'g'ri yo'lni o'rgatishimiz, rahim shafqat qilib beshini silab bir-birimizning barliq yo'qsollik, ojizliklarga yordam berishimiz, zolimga zulm qarshi turib har qanday bir yerda haqqoniyat, adolatni yo'l qo'yishimiz, zolimni zulmidan to'xtatish yoki uni zulmini yo'q qilish bilan
mazlumga uni kuchlantirish va uning haq adolatini yo'l qo'yish bilan yordam qilish bilan Allohning rahim sifatiga javob qaytarishimiz lozimligini mana shu bismillahirrohmanirrohim ham ugdudo ham ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb mehribon shafqatli Allohning nomi bilan boshlig'ili va Allohning nomi bilan tushirilgan vahiy ko'rsatmalar bilan qilg'ili Allohning oxiratdagi savobiga erishgili nisib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.